Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınız? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalıq məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iroda bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati, fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq muntazam ma'rif tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərində qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturumuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamında qat'iy iroda bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilcha ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovar bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Bu günü hava tutuq, namidi. Asmanda top-top bulutlar sangılışıp duratdı. Yol tiyilğaq idi. Edison unudun bunudun sorap yürüp, her bir qadimida tiyilip, xeli uzun avvarı bolğandan keyin parlament darvozasi oldiga keldi. Bu bir egiz bina bo'lib, saqchilar qattiq saqlaydi. Nihoyatda surlik bo'lib, odamning qo'rqusi keladi. Edison xabarlish uyga kelib, bu yerga kelishdagi maqsadini aytdi. Bu yerdagilar uning yilin aptini ko'rib, uni ko'chimi-ko'chi yuradigan soda dallilimikin deb qarab, uning pisandmi qilmay, o'ltirgan yerdan midirlabmi qo'ymadi. Edison achchig'ini besib, bir muncha chiroyli gaplarni qildi. Maxsus foydalanish huquqini tizimlagan qog'ozni chiqarib ko'rsatgandan keyinla heliqi odam ondan uni tizimga elish daftoriga tizimladi. Ondan o'zi ichkariga kirib, so'rab beqishga ma'qul bo'ldi. U xeli uzoqda chiqib, kirgin. Komitet raisi seni qabul qilishga ma'qul bo'ldi, dedi. Komitet raisi egiz bo'yliq, yashangan bir odam bo'lib, muomalasi har holda xeli siliq edi. U Edisonning so'zlarini angladi. Maxsus foydalanish huquqini tizimlagan qog'ozni ko'rdi. Ondan mashinani ishga soldirib ko'rdi-da, sigaretini chekkach, kulib turib: "Ha, yigit, sening o'ying nihoyat yaxshi ekan. Bu kashfiyoting rost abjilgan. Yig'inga qatnashgan kishilar joyida o'ltiribla qo'llaydigan yoki qarish turadigan knopkani bassa, sahnadagi aylanma taqsiga o'zligidan xotirlandigan. Agar kimning saylam natijasini ko'rgis kelsa, aylanma taqsidagi soniga qarab bilib oladi. Ham to'g'ri, ham tez bo'lib, haqiqatan bir muncha vaqtni tejab qolg'ili bo'ladi ekan. U bir muncha maqtagandan keyin, biroq so'zimni anglab xafa bo'lmag'in. Bu dal biz qarshi oladigan narsa emas. Chunki ovoz bergan chaqda oz sonliqlar takliflarining ma'qullanishiga to'salg'ul qilmoqchi bo'lsa, eng unumli usul bilet tashlashga tayinib qarish taraf bilan giljanglashib vaqtni so'zdi. Bu mashinani ishlatish ularni qurolsizlantirganlik bo'lmadi. Edisonning bu gapning tegiga yetmaganligini sezgan bu egiz bo'yliq buvay qo'shimcha qilib yana mundaq dedi. Albatta, parlamentning ishlarini fan tadqiq qilish kallang bilan tushunmoqchi bo'lsang, ömür bo'yimi tushunolmaysan. Fan tadqiqot haqiqatni amaliyotdan izlashni muhim biladi. Unumi bilan hisoblashadi. Halbuki parlament siyosat bilan hapilishadi-da, siyosat bilan. Edison bu gapni anglab, xuddi beshidan bir chelak muzdek suv quygandek bo'ldi-da, jahonni qoplagan rangarang nurliq shafaq bo'ronda to'zib yo'qolib ketdi. U gap so'z qilmayla saylam bileti xotirlash mashinasini ko'tarib, eg'irlashib ketgan putlarini so'rab, parlament darvozasidan chiqdi-da, Bostonga qaytib keldi. Umidsizlik xuddi ham yo'g'on, ham uzun qora yilondek uning yurgini chaqmoqda edi. Hayotida tunji qitimliq narsasining maxsus foydalanish huquqi ishlari idorasidan elib chiqilgandan keyin bunday kasat bozorga uchrab turib kelishini xiyoliga keltirib baxmagan edi. U og'zini kamardek echib, ko'zlarini parqiratgan holda jimjitlikqa cho'mdi.
Bu hargiz ümidsizlikdagi sukut emas edi. U hozir xilvat qoramtosh ustida o'ltirib, tirnoqlarini bilab, qanot quyruqlarini tarab, texmi bardas holda yangi jangga berishga tayyorlanayotgan burkutga o'xshaydi. U bir pas qattiq o'ylangandan keyin bu qitimqi mag'lubiyatning tajribalarini darhol yakunlab, tegishlik saboq oldi. U o'z-o'ziga qat'iy yo'sinda mundoq dedi: Kashfiyot bilan shug'ullanganda, eng avval kishilarning umumiy ehtiyojini nazarda tutish kerak ekanda. Kang xalq ommasiga keraksiz bo'lgan bundaq saylan bileti xotirlash mashinasidek narsani bundan keyin hargiz ishlamayman. Amerikada bir qancha yil uda davom qilgan ichki urush orqasida qurbon berishlar intayin ig'ir bo'lib, mamlakat zo'r darajada mag'durdan ketdi. Urush o'ti yongan joylarda munbatti tizliqlar ko'yib qaqasliqqa aylandi. Go'zal tog' idirlarni okoplar, zambarak o'qi o'yib etgan azgallar qopladi. Qayta vayronchilikqa uchragan rayonlarning ahvoli texmi echinishlik bo'lib, u yerlarda tirikchilikdan nishon qolmagan. O'liklar soyning teshidek yetib ketgan. Ocharchilikda qolgan xalq yo'llarga to'shib ketgan edi. Hamma yer cho'lda arab turadi. Bu ahvoldan ichi siyrilganlardan birisi cho'nqur kichiktinib, "Hay, bu yerga keladigan qog'mi? O'z ozuqini elib kelmisi bo'lmoqdak", dedi. Kang amgakchi xalq azob oqibat ichida kun kechiradi. Hukumat ichidagi xiyonatchi amaldorlar, bozordagi hayonkashlar fursatdan foydalanib, oli to'plan ko'tirishib, suvni leytib beliq tutishga urinadi. Xiyonatchilik, aldamchilik, hayonkashlik hamma yerda avjilib, jamiyatni jaholat bosgan edi. Iqtisodda vahima tug'ildi. Hukumat zo'r miqdorda qog'oz pul tarqatishga majbur bo'ldi. Halbuki pul paxalliqining ta'siri orqasida oltinning bahosi eshib ketdi. Mal bahosi uning orqasidan qo'g'lashdi. Bu ikkisi xuddi cho'lurini uzib qochgan ikki to'sun otdak asabiylarcha chepishdi. Butun mamlakatning pul muomala markazi bo'lgan Nyu-York shahrida bu ahvol texmi jiddiy bo'lib, buningga odam chidab turg'uli bo'lmaydi. Oltinning bahosi xuddi qanot chiqarib to'xtamay uchayotgandek bir kunda necha rat o'zgarib turadi. Wall ko'chasidagi oltin savdogarlari, banki egillari, savdo saroyidagi xo'jayinlar bozorni kontrol qilib, hayonkashlik harakatini elib berish uchun alohida bir turkum odamlarni yollab, har qaysi joylarga avatib, oltin savdosining ahvolini kech-kunduz tinglab turadi. Laus ismli bir kishi bo'lib, u oliy maktab tarbiyasini olgan, elektr ilmini maxsus o'rgangan, savdo saroyida xizmat qilgan edi. U telegramma qoidasiga asosan oltin bahosini ko'rsatib beradigan bir xil mashina loyihalab, maxsus shirkat tashkil qilib, atoqliq radist Baupni bosh texnikalikqa taklif qilib, maxsus oltin bahosini oltish kasbi bilan shug'ullandi. Har qaysi savdo saroylari, har qaysi savdo do'konlari o'z vaqtida ma'lum rasxod to'lab tursala, baho ko'rsatish mashinasidan birini o'rnatib oladi-da, o'zining uyida o'ltirib, oltin bahosining o'zgarish ahvolini o'z vaqtida ham to'g'ri egalaydi. Zo'r bir turkum kishilarni taraf-tarafga avatib, tang-tanglab yurishmi hojatsiz edi. Endi gapni Edisondan boshlaylik. Edisonning saylam ovozini xotirlash mashinasi mag'lub bo'lgandan keyin qaytadan tutish qilib, davomli ishlashga kirishib ketdi. U asli plani bo'yicha shirkatning xizmatidan iste'fo berib, qo'sh xabar berish apparatini rasmiy sinov qilishga tayyorlandi. Bu chaqda Bostonning ahvoli Nyu-Yorkninkidan ancha ko'p farqlanmaydi. Oltin bahosi o'rlaverdi. Mal bahosimi uchqandek shiddat bilan eshib beriverdi. Oltin bahosini ko'rsatish shirkatiga o'xshash mundaq moda kasblarmi vaziyatga ehtiyoj bilan maydonga kelgan edi. Edison buni fursat deb bildida, shu joyda ishlatilayotgan oltin bahosini ko'rsatish mashinasini o'zgartib, u o'z oldiga bu tijorat bilan shug'ullanishga boshlab, ilgir keyin bo'lib 30-40 oiladan ko'proq xaridorga ega bo'ldi. Uzun o'tmay u yana foydani bo'lishish sharti bilan $800 qarz olib, qo'sh xabar berishni rasmiy sinov qildi. Lekin o'rlashtirish ancha atrofli bo'lmaganlikdan sinov muvaffaqiyatli bo'lmadi. Shuning bilan bir muncha qarzga bo'g'ilib, oxiri Adams bilan Melgenning nasihatiga ko'nib, Nyu-Yorkka berib, boshqacha yo'l tutmoqchi bo'ldi. Edison 1869-yili 6 oyning boshlarida Bostondan paraxodga o'ltirib,
Nyu-Yorkqa yetib borganda, vaqt dal oltinning bahosi nihoyatda tez o'zgarib turgan. Laosning tijorati kundan kunga yuksalayotgan mezgil edi. Butun mamlakatning pul muomala markazi bo'lgan joy har holda boshqa joylarga o'xshamaydi. Savdogarlar taraf-tarafdan bu yerga yig'ilgan. Rat-rat savdo do'konlari bilan to'lgan. Rang-barang e'lonlar ko'zni qamashtiradi. Odamlar cho'milidek mig'ildaydi. Qisqasi, ajoyib avot edi. Edison bu saxta avot manzarini ko'rib, yenidagi bor yo'q $1 pulni silg'an peti qayoqqa berishni bilmay tangirqab qoldi. U nima qilarini bilmay xili uzungacha tangirqab qoldi va ushtum tutla bir xizmatdoshi esiga kelib qoldi. U bu xizmatdoshining Laos oltin bahosini ko'rsatish shirkatida ishlaydiganligini anglagan edi. Garchi uning bilan ancha sirdosh bo'lmasa-mu, har holda ko'rishib baqsa, oz to'la yordam qilishimi ajab emas edi. Shunga u so'rab yurib, Broadway ko'chasidagi Laos oltin bahosini ko'rsatish shirkatiga kelib, Yaup ismli kishining bor yo'qligini so'rashtirdi. Shirkat xabarlash ishxonasidagi odam Edisonning bosh oyog'iga sapsilib chiqdi. "O shirkatimizning bosh texniki. Uningda nima ishingiz bor edi?" deb so'radi. Edison o'z ismini aytib bo'lib, "Men uning do'sti. Atoyim Bostondan uni yo'qlab kelgan edim." Hiliqi xabarchi Edisonni xabarlash uyida yolg'iz qoldirib, ichkariga kirib ketdi. Uzun o'tmay, Yaup qaqoqlab kulgan peti yugurib kelib, og'ziga tegmasdan, "Uzun bo'ldi, yaxshi gapsan" deginicha Edisonning qo'lidagi laquluqlarini elib, takalluf bilan uni udul o'z ishxonasiga boshlab kirdi. Ikki kasbdoshning biri Nyu-Yorkda atoqliq radist. Biri Bostondagi qo'shma shtat g'arbiy telegraf shirkatining dangliq odami edi. Oltinning qadrini zargar biladi degandek, ular ko'rishibla qadinaslardek bo'lib ketdi. Edison o'z ahvoli ustida to'xtalib, uning azroq yordam qo'lini sunishini umid qilganligini aytganda, Yaup imkoniyatning boricha yordam qiladiganligini bildirib, samimiylik bilan: "Aldirma, buning amalini qilg'il bo'ladi. Hozircha bu yerda yetib qo'yib yurgin. Boshqa ishlar haqida hozircha bir narsa deyolmasammi? Tamuqing, yotqing, mendan bo'ladi." U xizmatchisini buyurib, bolka, murabba, kalbasa keltirib, o'z qo'l bilan qahva qaynatdi va kulib turib: "Gap bilan bo'lib ketibdimiz. Texicha tamoq yemiding. Kel, qo'rsqini to'yg'izib, ondan paranglashayli." Edison tortinmasdan tuz ko'ngillik bilan qo'rsqimning echishi ochdi. Rostini aytsam, hozir yenimda ko'chma kapolatidan faqat $1 qoldi. Texim muqim turadigan yerim bo'lmag'achqa, bu $1 xajlashga ko'zim qiymadi. Bu gap Yaupni ta'sirlantirmay qolmadi. U ulug' kichiktinib, "Hay, bundaq kunlarning ta'mini menmi tetib ko'rgan. Hozir jahon shuda. Boylar oltinning ustida ig'naydi. Kambag'allar har qancha jafo cheksimi qo'li pul ko'rmaydi." Edison bolki yegach, Yaupning so'zlarini anglab, "Agar uningga yo'liqmagan bo'lsam, yeydigan tamoq, yotadigan o'rin topolmay qanchalik azob tortgan bo'lardim" deb o'yladi. Shu kuni kechda Yaup Edisonning aram elishi uchun shirkatning yer osti bo'limidan o'rin rastlab berdi. Atsi Edison bekorchilikda shirkatga berib, oltin bahosini ko'rsatish mashinasini bir qitim ko'rib chiqdi. U bu mashinaning tuzilishining puxta ekanligini va o'ziga xos joylarining borligini, biroq ba'zi zapchastlarni maslahat bilan o'zgarsa bo'ladiganligini his qildi. Ammo Yaup nihoyat aldirash bo'lg'achqa, uning ishiga daxli yetkazib qo'yishdan tortinib, o'zini tutib olib, uniga gap so'z qilmadi. 3-kuni Edison Yaupni tepib, mashinaning o'zgartishga tegishli joylari to'g'risida uningga o'z fikrini bermoqchi bo'lib turganida, xuddi har kuniki buzilib ketgandek birdilli kishilarning varang-churang anglandi. Edison derazadan beshini chiqarib sirtqa qaradi. Shirkat darvozasining oldida odam mag'ildab ketibdi. Hammasi qo'llarini shiltishib, bir nimalarni deyishyapti. Lekin nima deyishayotganligini belgili bo'lmaydi. Edison birovdan shirkatning oltin bahosini ko'rsatish mashinasidan chatoq chiqib, oltin savdosi haqidagi xabar uzilib qolganligini uqdida, lamjim demasdan udul mashina bo'limiga qarab chopdi. Bu masala kishining yurak so'qishdan to'xtab, butun badanidagi qon tomirlar birdan falaj holga tushib qolgandek ig'ir bir masala edi. Xevar ko'chasidagi savdo saroylar, cho'ng savdo do'konlari,
bir mezgil bozor ahvolidan xabarsiz qolg'achqa xuddi ushtumtut qarg'u bo'lib qolgandek aloqzodi bo'lishib sakrishib varqirishib patparaq bo'lib ketishgan edi. Ular oltin bahosini surishtirib beqish, so'rab beqish, o'qib kelish uchun bosh mashina bo'limi turgan bu yerga orqa-orqadan odam avatishgan edi. Hash-pash degucha ahvol uqish, vazifa o'tash uchun bu yerga kelganlar 3-400 ga yetib, ular darvozani xuddi yangni sig'mug'idek darajada zich o'rib olgan edi. Ularning varang cho'ringi xuddi dahshatlik to'lqindek yer zaminni zilzilaga keltirdi. Mashinadan chatoq chiqqanda Yaup mashina bo'limiga kelib mashinani tekshirib o'ngshimoqchi bo'lgan edi. Ammo ish to'yiqsiz yuz bergachga bir oz huduqqan Baup mashinani uyan tekshirib, buyan tekshirib, chatoqning nadiligini topolmadi. Bu ishdan xabar topgan Laus bir damdili yetib keldi. Lekin u nima qilarini bilolmay turib qoldi. Havo dimiq bo'lg'achqa odamning demi teximi siqiladi. Vaqt qisaytdi. Baupning qo'llari tamtirab qoldi. Uning ustiga sirtda kishilarning varang-cho'ringi teximi avjiga chiqdi va ular besib kirmoqchi bo'lishdi. Shuning bilan bu ikkilan titib bo'lib peshonalaridan munchoq ter tomchilashga boshladi. Edison bir chetda mashinaga sap selib turadi. U mashinaning ahvoli bilan tonishib qo'ygan edi. Uning ustiga ko'zi o'tkir, o'zi tamkin bo'lg'achqa mashinadagi chatoqni darhol sezdida Baupning qishig'i kelib, meningcha uzilgan tutashtirish burjinisi ikki tishliq choqning o'tirsig'i qisilib qilib, butun mashinaning harakatlanishiga to'sqin bo'ldimi keyin deyman. Laus birovning mashinadagi chatoqni topganligini anglab, uni toniydigan, tonimaydiganligiga, uning shirkatning xizmatchisi yoki emasligiga qaramasdilla. Uni o'ngshig'in, tez bo'l, deb varqirab buyruq qildi. Edison uningga burilib qaradi. U o'ttir bo'yliq, oq pushmoq, yuzlari yumaloq, sochlari shalong bo'lib, beshi yog'lab qo'ygandek varqiraydi. Ustiga surraqdan kiyim kiygan, ko'ynikining oppoq yoqasiga qizil galstuk taqagan bo'lib, usti beshi salopti boshqalardan farqlanib turadi. Edison bu kishini shirkatning mudiri deb faraz qildi. Lekin uning bilan kori bo'lmay, yanglarini turgan peti mashinaning yeniga keldida, lamjim demayla, ingishgan peti remont qilishga boshladi. U heliqi uzilgan purjinini mahirlik bilan chiqarib elib, uning o'rniga boshqa bir purjinini yangi ushladi. Ondan ikki tishliq choqni ruslab qo'yib, boshqa zapchastlarni bir-birlab tekshirib chiqdi. Uning harakatda kishini hayron qoldiradigan tezligi va qo'lining chaqqonligi xuddi bir atoqliq riyolchining larzon ham yiqimliq muzika chalg'iniga o'xshaydi. Bu chaqda Baup har qaysi xaridorlarga odam avatib, ularning qabul qilish asbobini bir-birlab tekshirib ko'zdi. Palach holatga tushib qolgan oltin bahosini ko'rsatish mashinasining burunqi iqtidori 2 soatga yetmagan vaqt ichida asliga kelib, xuddi nerv sistemasiga o'xshaydigan aloqa to'rlari yana jiddiy ishlashga boshladi. Laus bu notunish yigitning yordamidan intayin hayajonlandi-da, uni alohida o'z uyiga taklif qilib, mehmon qilib, uningga samimiy minnatdorlik bildirdi. Mudirning ishxonasi ichkari tashqari 2 eg'iz uy bo'lib, ichkarisidagi ish bo'limi, tashqaridagisi mehmon kutish uyi edi. Uydagi esil yog'ochdan naqshlab ishlangan bir yurish jihozlar pokiza surtilgan bo'lib, g'uborsiz holda yaltirab turadi. Tomlariga dongliq may bo'yoq suratlari esilgan, yerga gullik gilam selingan edi. Bunda hashamatlik mehmonxonada usti boshlari puzur Laus bilan selishtirganda, Edison shundoq to'mpay, peqir ko'rinadiki, xuddi cho'ng shaharlarda tinab qolgan sahrolik o'xshaydi. Lausning ko'zi o'tkir edi. U boya Edisonning remont qilish texnikasini ko'rib, uning cho'qim qo'lidan ish keladigan yigit ekanligiga ko'zi yetgan edi. Shunga u Edison bilan ochiq ko'ngil paranglashib, uning burunqi va hozirgi ahvolini va buningdan keyin nima qilmoqchi ekanligini surishtirdi. Gap oltin bahosini ko'rsatish mashinasi ustiga kelganda, Edison o'zining bu mashinani o'zgartirish haqida o'ylab qo'yganlarini o'tirib qo'ydi. Buni anglagan Lausning chiroyi guldek echilib, orqa-orqadan beshini langshitib barkala aytdi va "Balli, amaliy tajribasi bor, ilmiy tavli biladigan, qidirqinib ishlaydigan, ilgirlash irodasi kuchlik, haqiqatan yaramliq yigit ekan" deb o'yladi-da,
bundaq talantli kishini qo'ldan berib qo'ymaslikni, qarab turib boshqalarning foydalanishiga tashlab bermay, uni shirkatga qabul qilib, uning kuchidan o'zi foydalanish lozimligini his qildi. Laus ashularni o'ylab, qo'lidagi sigaretning qoldiqini kuldonga patirib, ochiq chiroy bilan dedi: "Bugun siz menga yordam qildingiz. Bor tovuqim, yomon tovuqim degan gap bor. Men sizga oz to'la yondirishim kerak. Bunda qilsa qandoq? Sizmi boshqa yerga berib tantirab yurmang. Shirkatimizda turib, bavqqa hamkorlashib texnika xizmatiga mas'ul bo'ling. Ish haqi masalasiga kelsak, u 3 barmoqini chiqarib qo'lini ko'ranlagan holda langishib, "Men daraja atlab yaxshi maosh berak. Har oylik $300. Sizchi bo'lamdi?" Laus so'zini tugitib bo'lgandan keyin beshini sayon qilib Edisonga qarab, uningdan javob kutdi. U faqat darhol xo'shal bo'ldi va bir nima demoqchi bo'lib qalbini midirlatdi. Lekin gap qilolmadi-da, orqa-orqadan beshini langishib, xo'shliqidan og'zini chang yumg'ini chukilib qo'ydi. Hozir ichki urush oyoqlashqili xili vaqt bo'lib qolgan bo'lsa-mu, ammo miltiq to'risining hidi, hurra sadosi helimi kishilarning burniga puravatgandek, quloq tövdi yangravatgandek turardi. Cho'ng pomchilar, cho'ng kapitalistlar xalliq og'zini yo'g'on echib, ochko'z, to'ymas qo'llarini so'zib, dehqonlar va ishchilarning qon tarlarini jon jahli bilan sho'rmoqda edi. Ular bir-birini talon-taroj qilib, bir-birini chatga qiqib, bir-biriga o'ri ko'lab, har qaysisi o'z raqibini yutib atmoqchi bo'lishadi. Kundalik turmushda cho'ng beliq kichik beliqni yeydigan, kichik beliq qumchoqni yeydigan ahvollar doim yuz berib turadi. Ularning atti chiroyidan odam yeydigan alpaz chiqib turadi. Nyu-Yorkning Elil Street ko'chasidagi oltin aksiya telegraf shirkatini olsak, bu telegraf shirkati maxsus oltin bahosini va aksiya kasbiy ahvolini xabar qilish tijorati bilan shug'ullanadi. Laosning oltin bahosini ko'rsatish shirkatiga qaraganda uning ko'lami cho'ngroq, kuchi ustunroq edi. Bu shirkatning mudiri Lefizi degan kishi bo'lib, kishilarga zaharlik vositalarni ishlatadigan, suiqasdchi, ozg'ini naf uchun o'zini otadigan qarniyat tablig'i edi. Uningga cho'ng xo'jayinlar yo'lanchiq bo'lib, yiltizi ching, qo'li uzun bo'lg'achqa, Nyu-York bozoriga o'zi yolg'iz zo'ravonlik qilish niyatida bo'lib yurgili uzoq bo'lgan edi. U Laosning kasbiy jihatda talantliq, jamiyatda danqi bo'lib xili yuqori obro'yiga ega ekanligini ko'rib, uni ko'ziga qadalgan miqtab hisoblasa-mu, ammo darmahal uniga nima deb qo'l selishini bilmay, uni hech nima qila olmagan edi. Keyin pul muomala sohasidagi kishilar orasida Laos Edison degan bir yigitni yollab elib, bosh texnik qildi. U maxsusla texniki yanglashga mas'ul ekan. U dadillik bilan ishlashni o'ylab etibdi degan paranglar bo'ldi. Buni anglagan Lefizi dimiqini qiqibli qo'ydi-da. Og'zidan onasining usti purab turgan bir seriq tukda kishini hang-tang qoldirgudek shuncha cho'ng talant nemish qilsin deb o'ylab, uningga pisand qilmagan edi. Yana bir mazgil o'tgandan keyin uning qo'l ostidagi cho'moqchilar uningga Laos oltin bahosini ko'rsatish shirkatidagi heliqi 22 yoshlik bosh texnik yaqinda oltin bahosini ko'rsatish mashinasining yangi tiptikisidan birini yasab chiqibdi. Bu mashinaning unumi nihoyat yaxshi bo'lib, Laos shirkatining oltin viviskisi bo'lib qopti. Xaridorlarning bir munchini tortib ketadiganday turdi, deb rasmiy doklad qildi. Lefizi endi put ko'ygan to'g'dak bo'lib qoldi-da, bu ishning oddiy ish emasligini, endi qarab turishga bo'lmaydiganligini his qildi. Demak, yosh texnikning yordami orqasida Laos xuddi yo'lbos qanot chiqargandek bo'lib ketdi. Buningga burunroq amal qilmasa, keyincha buning oqibati yomon bo'ladi. Pushaymon qilsa-mu o'rniga kelmaydi. Bu ilmak burun, yopiloq yuz ablag, sigaretini qang'irtishlagan peti, ishxonasida u yondan bu yonga mengib yurib, bir hiyla topdi. U bir bog'oq yezib, Laosni nihoyat astoydillik bilan cho'ng bir restoranga taklif qildi. U goh tatirib, goh qizirib, yumshoq qattiq vositalarni qo'llanib, goh qo'rqitib, goh aldirab, Laosni kelishim tuzishga majbur qildi. Lefizi Laosning ziynini to'ldirib beradigan bo'ldi. Laos qurgan shirkatni odam va mashinalar bilan qo'shib, Lefiziga o'tkazib beradigan bo'ldi. Eg'izdagi gap asossiz bo'lib qolmasin uchun to'xtam xati yozildi. Savdo bitgandan keyin Laos yana Lefizining iltimosi bo'yicha shirkatning tijorat ahvolini, odamlarning saqlanishini umuman bir qur tonishtirib o'tdi. Lefizi oxirida yana bir ishni sizdan so'rab olay.
Anlasam, yaqında siz yosh bir texnik taklif qilibsiz. Heliqi yangi tipdagi baho ko'rsatish mashinasini shu yigit yasab chiqibdi. Bu sirtdan olgan gap. Osonlikcha ishongim kelmadi. U zodi qandoq yigitgan? Deb atoyidan surishtirdi. Edisonni surishtirganligini olgan Laus ixtiyorsiz bosh barmog'ini chiqarib, bu kishi burun atiq chiqqan radist bo'lib, qo'sh tarqitish mashinasi va saylan bilet xotirlash mashinasini kashf qilgan. Maxsus foydalanish huquqiga ega bo'lgan. Nazariyanimi biladigan, amaliyotga mohir, haqiqiy bir talant egasi, dedi va Edisonning Nyu-Yorkka qandoq kelganligini, oltin bahosini ko'rsatish mashinasini naq maydonda qandoq remont qilganligini, uni o'zgartirish haqida qandoq taklif berganligini Lefiziga bir-birlab so'zlab berdi. Ondan qaqoqlab kulib, Tangri oldida yolg'on gap qilmayman. Mening samimiy sadoqatmanligimni sizmi bilgansiz? Mushundaq bir talant egisini ko'ngli ko'ksimdan chiqarib, siz birodarimga ishga qo'llab taqdim qilaman. Lefizi bu gaplarni ko'ngliga pukdi-da, qaytib berib darhol ikki shirkatni birlashtirish ishiga tutish qildi. Daraxt yiqilsa maymun to'zibdi degandek, shirkatning xo'jayini almish bilanla tovandikilardimi cho'ng o'zgarish bo'lmay qoldi. Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, Edison'ның hayati faoliyati tonuşturulgan programımız vaqt münasibati bilan bugun mush yerda axırlaşdı. Davamını Atiksan programımızdan anlagaysizlar. Programımızны vaqtida anlayalmagan dostlar bolsa, stansimizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.uycnr.com toriga kirib, qayta anlasanglar bo'ladi. Programımız har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda. Tekrar anlatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da. Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir İlham Kevir Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar amon bo'lsin.